Noxush xabar. 2025-yilda aviahalokatlar oqibatida 412 kishi vafot etdi. Monitoringda kamida 14 kishini sig'dira oladigan samolyotlar hisobga olingan. Ushbu statistikaga ko'ra, 2025-yilda aviatsiya hodisalarida 352 nafar yo'lovchi, 33 nafar ekipaj a'zosi va 33 nafar boshqa shaxs halok bo'lgan. Bu ko'rsatkich 2024-yilga 334 qurbonga nisbatan yuqori, biroq 50 yil avvalgiga qaraganda ancha past. 1970-yillardagi parvoz paytida halok bo'lish ehtimoli 264 mingdan 1 bo'lgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 11,459,330 tadan birni tashkil etadi. Shu bilan birga, o'sha davrdan buyon avia yo'lovchilar soni qariyb 10 barobar oshib, yiliga 4,7 milliard kishiga yetgan.